Birinchi bo'lada hol qurib, isitma chiqdi, ko'ngil aynidi, ishtaha umuman bo'lmadi. Boshda juda qattiq og'riq bo'ldi, ko'krak qafasida og'riq bo'ldi. Keyin COVID aniqlandi. O'sha tabletkalarni ichdilar. Lekin o'zgarish bo'lmadi-da. Og'riq kuchaygandan kuchaydi. Sekin-sekin bitta oyoq kuchsiz bo'ldi. Keyin ikkinchi oyoqqa o'tdi. Endi o'ng oyoq hozir umuman harakat yo'q, ishlamayapti. O'rtada oshqozonda rosa qattiq og'riq, siyduk kelganini bilmay qoldilar. Xudoga shukr, holat ancha yaxshilandi. Ishtaha qaytdi. O'zlari yutdilar, isitma chiqmayapti, harakatlar yaxshi. Ko'zlarida ham ikkita ko'rish bo'lganda, u ham yo'qoldi. Bugun 3-kun, o'zgarishlar rosa yaxshi. Bemorimizga klinik tashxis sifatida o'tkir ensefalomiyelopoliradikular tashxisini qo'ydik. Bugun 3-sutkalari, xudo xolasa, oyoqda harakatlar tiklandi. Klinika holatlari Paris holatlarigacha tiklandi. Ikkita ko'rishlari ketdi. Hozir profilaktik maqsadda kateter qo'yib qo'yganmiz. Xudo xolasa 10 sutkadan keyin bu kateterni olib tashlaymiz. Nervlar tiklangandan so'ng yana 10 kundan keyin natijalarini birgalikda bo'lishamiz.